Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. YouTube'dan pul ishlashga qiziqadiganlar. Sizlar uchun juda ham zo'r yo'nalish topib qo'ydim. Ya'ni oddiygina banka yoki shishalarni sindirib, biz buni videoga olib YouTube kanalimizga qo'yib, oyiga 10-15 ming dollar pul ishlasak bo'ladi. Shunaqangi oddiy yo'nalishlar ham bor. Bugun men sizlarga mana shu yo'nalishda qadamma-qadam o'rgatishga harakat qilaman. Videoni diqqat bilan tomosha qiling. Xo'p, YouTube'da shunaqangi yo'nalish bor. Birdaniga men sizlarga ko'rsatishni boshlayman. Ko'rishingiz mumkin. Bu yo'nalish asosan short yo'nalish hisoblanadi. Buni mazmunini tushuntiraman. Oddiygina 1 litrlik, 2 litrlik, 3 litrlik bankalar bor. Mana shu bankalarning ichiga har xil rang-barang kichkina do'ppichalarni solib, zinadan yumolatib yuboradi. Banka sinishi mumkin yoki sinmasligi ham mumkin. Undan tashqari ko'rishingiz mumkin, bu joyda mana banka bor. Bir 2 litrlik banka bo'lsa kerak, ichiga har xil rang-barang to'pchalarni solib qo'ygan. Buni videosini keyin analiz qilib beraman, qanaqa video qilinishini. Undan tashqari bitta banka orqali emas, har xil shishalar orqali ham qilsangiz bo'ladi. Xudoga shukr, O'zbekistonda banka bilan shishadan ko'p narsa yo'q. Masalan, qanaqadir musriga degan joyga borsangiz ham bunaqa narsalarni arzimagan pulga bir dunyosini olishingiz mumkin. Ayniqsa shishalarni. Bankalarni esa bemalol bozordan topsangiz bo'ladi. Lekin bu yo'nalish juda ham zo'r yo'nalish. Prosmotrlari nerealni zo'r. Tushuntirib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu kanalning bitta videosini o'zi 443 million prosmotr yiqqan. Eslatib o'taman, YouTube short videolarga prosmotrga pul beradi. Ya'ni 1 million prosmotrga shortga 50 dollar atrofida beradi. Bu ozroq ko'p ham bo'lishi mumkin, kam ham bo'lishi mumkin. Men o'zim short yo'nalishda ishlaganim uchun bu narsani bilaman. Ya'ni o'rtacha 1 millionga 50 dollar hisoblaydigan bo'lsak, mana bu 443 million prosmotrga YouTube 22 ming dollardan ko'proq pul bergan. Bitta short bilan 22 ming dollar pul ishlash, ya'ni bitta normal mashinani pulini ishlab qo'ygan. Sizga ham mana shu narsani tavsiya beraman. Buning uchun nima kerak bo'ladi? Hozir men sizlarga videoni analiz qilib beraman va qanaqa video qilish kerakligini tushuntirib beraman. Agar meni aytganim bo'yicha ishlaydigan bo'lsangiz, xudo xolasa sizda ham mana shunaqangi zo'r natijalar bo'ladi. Xo'p, bitta videoni o'zi 443 million. Bundan tashqari bu joyda 160 million, 140 million, 135 million prosmotrlar bor. Umumiy obunachisi 7 million obunachisi bor ekan. Men sizlarga agar short kanal qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqangi short kanal qilishni tavsiya beraman. Prosmotrlari nerealni katta, nerealni zo'r pul to'laydi. Uncha vaqtingizni ham olmaydi. Faqat sizdan salgina intilish kerak. Buni tushuntirib o'taman qanaqa video qilinishini. Bu bitta kanalda o'zi edi. Ikkinchi kanalda ko'rsataman. Bu kanalda ko'rishingiz mumkin. 5 million obunachisi bor. Bu ham boynakidek video qiladi. Faqat boshqacha joyda, boshqacha bankalar yoki boshqacha narsalar bilan qiladi. Xo'p, buni ham prosmotrlari zo'r ko'rishingiz mumkin. Bitta videosi 236 million, bitta videosi 206 million. Tasavvur qilyapsizmi? Bu ham ikkita video bilan o'zi 400 milliondan ko'proq prosmotr yig'ib qo'ygan. Bu ham ikkita video bilan 20 ming dollardan ko'proq pul ishlab qo'ygan ekan. Keling sizlarga yangi ochilgan bitta kanaldan bittasini ko'rsataman. Ko'rib hayron qolasiz. Bu kanalda 775 ming obunachi bor ekan. 155 ta short bilan shunaqa natijaga chiqqan. Bu kanal yangi bo'lgani uchun endi videolar ko'tarilib kelyapti. Bitta videosi mana 75 million ko'rilibdi. Keyingisi 42, 47, 35. Ko'rishingiz mumkin. Mana ikkita videosini masalan biz 100 million prosmotr hisoblaydigan bo'lsak, bu akamiz ham o'rtacha hozir ikkita video bilan 5 ming dollar pul topib qo'yibdi. Bu kanal hali ko'tariladi, videolar endi yangi bo'lib, endi trendga chiqib kelyapti. Bu kanallarda asosan short juda zo'r ko'rilgan. Undan tashqari bu kanallarda oddiy videolar ham yaxshi ko'riladi. Masalan, shortni 1 million prosmotrga 50 dollar to'lasa, oddiy videolarni 1 million prosmotrga 1000 dollar pul to'laydi. 20 barobar ko'proq pul to'laydi oddiy videolari. Xo'p, bironta kanalda oddiy videolarni sizlarga qo'yib beraman. Qanaqa qiladi? Boyagi bitta kanalga qaytib ko'ramiz. Videolarga kirdim hozir. Videolarni ko'rishingiz mumkin. Prosmotrlari yaxshi. To'g'ri, shortda prosmotr ko'p emas, lekin bu kanal oddiy videolar uchun yangitdan video qilmaydi. Bu nima qiladi? Oddiy shortlarini yig'adi, 4 ta 5 tasini yig'ib, bitta video qilib kanalga qo'yadi. Agar sizni videoingiz short formatida bo'lib turib, lekin daqiqasi 3 daqiqadan yuqori bo'lsa, u video oddiy video hisobiga o'tib ketadi. Va bu oddiy videoga to'lanadigan pul bilan bir xil to'lanadi. Bu akamiz ham qilgan masalan bir haftalik videosini bitta yig'atda kanalga qo'yib boradi. Ko'rishingiz mumkin, videolar yaxshi ko'rilgan, 10 ming, 15 ming, 20 ming zo'r ko'rilgan videolar ham bor. Populyarisiga kiraylik. Oddiy video qilish uchun nima qilish kerak?
bir haftalik short qilgan bo'lsangiz, mana shu shortlarni yig'asizda, bitta qilib videoni render qilasiz. Short formatida bo'lsa ham YouTube ga qo'ysangiz, hozir oldin short videolar 1 daqiqadan keyin oddiy videolar hisobiga o'tgan. Hozir 3 daqiqadan o'tsa, short formatidagi videolar oddiy videolar formatiga o'tib ketadi va ularga oddiy videolarga to'lanadigan pul to'lanadi. Oldin masalan mana 12 million ko'rilgan videosi 1 daqiqadan uzun, lekin bu videolar bo'limida turibdi, short bo'limida emas. Oldin qonun shunaqa edi, 1 daqiqadan uzun bo'lsa oddiy videolar qatoriga o'tib ketar edi va oddiy videolarga to'langan pul to'lar edi. Hozir esa mana shu o'zgarib 3 daqiqaga uzaygan. Agar siz short formatida video olib, uni daqiqasini 3 daqiqadan oshiradigan bo'lsangiz, u oddiy video hisobida hozir inobatga olinadi va oddiy videoga qanaqa pul to'lansa, o'shanaqa pul to'lanadi. Oldin esa bu 1 daqiqa bo'lgan. 1 daqiqadan ko'proq short formatida video qilgan bo'lsangiz, YouTube kanaliga qo'ygan bo'lsangiz, u oddiy video hisobida hisoblangan. Hozir unaqa emas, 3 daqiqagacha bu short formatiga o'tib ketadi. Xo'p, akamiz zo'r prosmotr qilgan, yaxshi ketyapti, yaxshi pul ishlayapti. Sizga ham tavsiya beraman. Buning uchun siz yangitdan video qilmaysiz. Ya'ni oddiy short videolaringizni masalan bir hafta short qildingiz, shortga qo'yib bordingiz, masalan shortlarda 100 million, 200 million ko'rilyapti. O'sha shortlarni yig'asiz, masalan 5-6 tasi 3 daqiqadan oshadigan bo'lsa, o'shani siz YouTube kanalingizga qo'ysangiz, u oddiy video formatida ketadi YouTube ga va masalan shunaqa video 1 million ko'rilsa, bunga $1000 atrofida pul to'laydi. Bu juda ham zo'r pul ishlashning yo'li. Sizlarga tavsiya beraman va hozir men sizlarga qo'yib beraman bironta videosini va tahlil qilib beraman, qanaqa video qilish kerakligini. Xo'p, eng ko'p ko'rilgan videoga o'tadigan bo'lsak, mana bu akamizniki ko'rishingiz mumkin, 443 million video ko'rilgan ekan. Hozir mana shu videoni ochamiz, birgalikda tahlil qilamiz. Yangi o'yinni ochishni bosaman. Xo'p, bu joyga videoga kiramanda pauzaga bosib, ozroqgina ovozini pasaytirib. Xo'p, akamiz qanaqa video qiladi tushuntirib beraman. Aytib o'tdim, mana shunaqangi shishani topasiz. Bunaqangi shishani topish juda ham oson. Masalan, Misuriga degan yoki shunaqa joylarda bunaqa shishalarni arzimagan pulga sotadi. Sizga kerak bo'ladigan narsa mana bunaqangi zina kerak bo'ladi. O'zbekistonda zinadan ko'p narsa yo'q va sizga bitta telefon kerak bo'ladi. Telefoningizni kamerasini yoqasiz. Mana shunaqangi shishadan masalan Optimga bir 100 ta olib qo'yasiz, arzimagan pul va buni ichiga solish uchun rang-barang to'pchalardan olib qo'yasiz Xitoydan. Buni ham katta bo'lmagan pulga olasiz va ichiga to'pchalarni solasizda, mana shunaqangi zinadan yumalatib yuborasiz. Oddiy qo'lingizdagi telefon bilan buni videoga olasiz. Bo'ldi. Qiladigan ishingiz shu. Boshqa ish sizdan talab qilinmaydi. Montaji og'ir emas. Oddiygina 2-3 ta joyini kesasiz, bo'ldi, keraksiz joyini. Xo'p, tushuntiraman. Mana bunaqangi shishani topar ekansiz, ichiga sharikchalarni solar ekansiz, zinadan yumalatib yuborar ekansiz. Ko'rishingiz mumkin, mana video boshlanib, bitta shisha sindi, ikkinchisi ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Oddiygina zinadan yumalab boryapti, orqasidan bitta telefonga video olib boryapti. Bu sinmadi, bitta katta bankadan qilyapti mana. Bu sinib ketdi boshidan. Xo'p, bunisini ham domalatdi. Bu ham sinib ketdi. Ko'ryapsizlar, rang-barang mana shunaqangi to'pchalar kerak. Bunaqangi rang-barang to'pchalarni biz qaytarib keyin yig'ib olsak bo'ladi. Video qilganimizdan so'ng. Bu yo'q bo'lib ketadigan narsa emas. Ya'ni bir marta xarajat qilasiz, ozroqgina bir 100 mingdir, 200 mingdir, lekin bundan keladigan pul nerealni zo'r. Sizlarga mana shu narsani tavsiya qilaman. Chunki short formatida ishlaydiganlar bilishadi, agar yaxshi yo'nalish bo'lmasa, prosmotr olish qiyin va 100 ming, 200 ming prosmotr oladigan bo'lsangiz, short yo'nalishda uncha yaxshi pul topolmaysiz. Lekin mana bunda 100 million, 200, 300, 400 millionlab prosmotr olsangiz, zo'r soqqani qilsangiz bo'ladi va sizga juda ham zo'r obunachi keladi. Sizlarga mana shu yo'nalishda tavsiya qilib qolaman. Agar sizga mana shunaqangi yo'nalishlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni mana shu YouTube kanalimda bunaqa yo'nalishlar juda ham ko'p. Kanalga kiringlar, ko'ringlar. Agar yoqadigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, yoqsa like bosib qo'yinglar va eng qizig'i, men mana shunaqangi bepul maslahatlarni Telegram kanalimda ham berib boraman. Videoni ostida Telegram kanalimni qoldirib ketaman. O'tib albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimda juda ham zo'r ma'lumotlar chiqib boradi. Sizlar bilan Oybek YouTuber bo'ldi. YouTubedan pul ishlashga qiziqadigan bo'lsangiz, meni kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.